Assalomu alaykum Obidjon kanalining obunachilari, akalar. Bugun hafta kuniga 12-aprel 2026-yil biz video syomkalarimizni Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan, ya'ni o'zimiz xonadonimizdan olib boryapmiz akalar. Xudo xolasa birinchi partiyaga mana bunaqa zotga bitta arashan qo'chqorimiz bor. Xudo xolasa akalar, mana tishlarini ham ko'rsatib qo'ying. Qo'zi hali Qo'zi, mana tishlari. Akalar 85 plus bo'ylari, xudo xolasa. Dumbar azrizlari ham o'ta go'zal, xudo xolasa. Uzunligi ham akalar 1 metr chiqib qoladi, xudo xolasa qo'yimizni. Bo'ylari 85 plyusga beramiz, xudo xolasa. 85 ga ham beraveramiz bo'ylarga. Plyus chiqadi, xudo xolasa. Hop, yem-ichmoqlariga bir hafta kafolati bor, xudo xolasa akalar. Yemog'i sinovdan o'tgan. Mana yuzlariga, garbonoslarga ham e'tibor berasizlar akalar, xudo xolasa. Qo'lini o'ta go'zalidan kelgan. munchoqlari ham bor. Bo'ynida munchoqlari ham bor. Bitta qo'chqorda nima bo'lish kerak bo'lsa, hammasi bor, xudo xolasa akalar. Hali qo'zi o'sadi bu. Shunisiga ham e'tibor berasizlar, xudo xolasa. Narxiga keladigan bo'lsak akalar, $600 qadalgan narxi. Toshkentga dastlabkasi bor. Xolasa bilan yog'ini kelishamiz. Voha tomonlarga bo'lsa kelishiladigan joyi bor akalar. Xolasa kimga qiziq bo'lsa ekrandan nomerga bemalol aloqa chiqaverasizlar akalar. Ikkinchi partiyamizga akalar, ona bolalarda mana bunaqa o'ta ham go'zallaridan, toza hisorlardan kelgan. Bularning ma'lumotini Doniyor akam o'zlaridan olamiz. Doniyor aka, bular obunachilar yaxshimisizlar? Chachama turibsizlarmi? Obidjon qo'ylar, xudo xolasa bir go'zallarni olib keldik, xudo xolasa. O'ta ham go'zallardan kelibdi akalar, xudo xolasa. Otangga rahmat deb qo'llab-quvvatlab tursa, xudo xolasa charchamaymiz. Xudo xolasa. Qadashga turish kerakda, bittadan like bosib tursa bo'ldi. Boshqalardan hech narsa so'ramaymiz. Sizlardan bittadan like akalar. Bulardagi xudo xolasa qo'ylarni bitta egizagi bor. Qaysi bir egizak ekan? Onalari 6 dona hozir bu yerda. 6 dona, 7 ta bola. Bitta egizakchi bor, mana shu yerda sariq bolalari qo'chqor. Mana bunisi egizakchi ekan akalar. Buni alohida qilib aytamiz buni. Bitta ketolmaydi. To'g'risi bitta qilib beray desak, syomkamiz ko'payib ketar ekan, o'shaning uchun bitta partiya qilib qo'ya qoldi. Buni bolasi sog'liq Obidjon. Xo'p, mana buni bolasi sog'liq. Sariq bolasi sog'liq. Onasini ham yoshini aytib ketgan, ikki tish qo'yamiz, xudo xolasa. Mana akalar qo'ylarimiz. Qo'ylarni bitta 6 tish qo'y bor, mana shu ko'k qo'y 6 tish. Ikkinchi bolasi mana shu yonida turgan bola shuniki. Mana shuniki akalar, mana hop. Mana bunisi aka. Bu ham 2 tish Obidjon. Bu ham 2 tish. Yonida qo'y ham 2 tish. Bu ham 2 tish. Bu yerda tish katta qo'y yo'q Obidjon. Bitta mana sarig'im 6 tish, bolalar qo'chqor egizakchi. Egizakchi akalar. Xolasa tani joni sog', sinovdan o'tilgan, yeb ichishiga bir haftaga garantiya beramiz. U joniga garantiya bermaymiz, yeb ichishlariga bir hafta garantiya beramiz. Ichishlari o'zi akalar. Joni sog' qo'ylarda sinovdan o'tilgan. Xudo xolasa yeb ichishlari zo'r akalar, birinchi, ikkinchi qoringa. Bolalari bilan hop, narxlari-chi bulardi endi Doniyor aka? Obidjon mana 5 ta ina bola bor. Mana akalar, mana shu 5 tasi. Bir joyga olsa 10,5 dan qilib beramiz. Bir joyga bo'lsa 10,5 million so'mdan. Birinchi, ikkinchi tug'ishi xolos qo'yiladi. Bir 3 tug'ishi ichida qo'y yo'q bayda ichida. Aha. Egizagimiz bor, egizagimiz ham ko'rsatib. Bir joyga olishsa 12 million qilib beramiz Obidjon. Yo'lida qo'yamiz, ha. Bu joy ko'p qo'yarga yo'qmiz. Ozgina foyda qilsak bo'lar bizga. Ekala bolasi ham qo'chqor, bular. Mana akalar, bolalariga ham e'tibor beringlar. Ozgina parvarish qilib oladi ekan ammo. To'g'risini aytmoqchi, ozgina parvarish qiladi ekan janob. Endi ikkita bola bor hayotda. Yuzlarini ham qarang, quloqlari ham butun go'zal, onalari ham. Yeb ichiga muammo yo'q, yeb ichidan. Yeb ichishlari zo'r, xudo xolasa akalar, xudo xolasa. Bolalari ham ekalasi ham qo'chqorcha. Bo'ladigan narxi buni 12 million so'm. Bo'ladigan joyi 12 million so'm. Toshkentgacha. Toshkentga da bor. Kelishilgan holatda Obidjon. Hop, bunda kelishiladigan joyi bor akalar. Qo'ylarni qarang, qo'ylarni. Mana bularni qarang akalar. Yo'q, kishi yo'q, kishilar mana hammasi yosh akalar, munchoqlarigacha mana bu qo'ylar. Qanaqasidan kerak akalar? Mana xohlasalar bunaqa hisori toza kashtallaridan bor ekan mana. Bollarining ham mana yaltirashini qaranglar akalar. Xudo xolasa qo'ylar o'ta go'zal. Yosh. E'tiboshlari ham o'ta
badani ham kuchli qo'ylar obujon. Orig'i yo'q qo'ydi ichida. Xudo xolasa qo'ylar hammasi zo'r akalar. Yoqqan bo'lsa bittadan like bosib turasizlar mana. Yemasa ichmasa badani bunaqa bo'lmaydi. Ko'rishsa ham mayli. Kelib qilib lakasa tashab beriladi, kelib ko'rib, ko'zlarini ko'rib savdolashib olib kelsa ham yaxshi bo'ladi. bemalol tepasida ham kera olasizlar akalar. Kelib lokatsiyalar tashlab beriladi. Mana ekizaklarimizdan yuziga ham e'tibor berib qo'ying akalar. Qo'ylar xudo xolasa o'ta go'zal. Hop, bularni nech puldan oxirgi qadalgan joyi 5 dona bolam. 5 tani bir joyga olsa 10,5 dan qilib beramiz obujon. 10,5 million so'mdan Toshkentga doğru dastavkasi bor. Ko'p qo'y qo'yamiz, ozgina qo'yamiz. To'g'risini aytaverish kerak. Ozgina foyda qilsa O'ta beraveramiz. go'zal onalari Bu ham. yerda tanlab olishga plus minuslari bor obujon. Ha, tanlab olsa kelishadigan joyi bor. Kelishilgan Va holat. sarig'imiz ham ektish dedingiz aka, mana shu ham birinchi bolasi. Shonida bola shuniki. Mana akalar, qo'zini ham o'ta go'zal edim. Yiltir qo'zi beribdi bolani ham. Quloqlarni ham Mana qo'ylarini mana. O'ta go'zal shalpon qulog'idan akalar. Xudo xolasa mana onalari ham o'ta go'zal. Kimga qiziq bo'lsa akalar, ekrandan nomerga bemalol aloqa chiqarasizlar. Aytilgan narxlardan o'tib beradigan joyi bor, xayr sunnatiga. Bemalol aloqaga chiqarasizlar akalar. Diyamizga akalar bunaqa soni 2 dona. Qo'chqordan chiqqan qo'ylarimiz xudo xolasa. Mana yiltir kashtan qo'ylarimiz. Mana bunisi qo'zi akalar hali. Shakka endi harakat. Mana busini 4 tish akalar qo'yamiz. Mana yiltirashiga ham e'tibor berib ketasizlar akalar. Toza hisori qo'ylar akalar. Soni 2 dona akalar. Bo'ylari 85 plus xudo xolasa bular ham akalar. Hop, bo'g'ozligi qo'chqor bilan yurgan. Yana bir qator tekshirib olasizlar akalar. Qo'chqordan chiqqan qo'ylarimiz xudo xolasa. Bo'ylari 85 plus, narxiga keladigan bo'lsa akalar 2 million so'mga Toshkentga doğru dastavkasi ichida. Qolgan joylarni kelishamiz akalar. Kimga qiziq bo'lsa ekrandagi nomerga aloqa chiqarasizlar.